xizmatini ko'rsatib ularni chiqarib berdik. Shu tegirmon tufayli oilamga rizq olib kirdi. Qancha dehqonlarni bug'doyini un qilib berdi. Allohga shukr. Kim bor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Tegirmonni sotuvga qo'ygan ekansiz. Ha, nasib qilsa sotmoqchiman aka. Ha, tegirmonni bo'lmasam bir ko'ramiz. Ama tegirmon ancha eski. Hozir naqd pul sanaydigan odamni topish qiyin bu tegirmonga. Aka, unaqa demang. Uskunalarimiz soz holatda, yaxshi holatda ishlab turibdi aka menga. Ey ukajon, sizga bitta yaxshilik qilaman-da men. Bu tegirmoningizga 20 million beraman. Bundan ortig'ini hech kim beradi. Yo, bismillah. Bormanglar. Keling. Assalomu alaykum. Do'stim, sog'ligingiz yaxshimi? Nima gap do'stim, bu kayfiyatingiz yo'q? Do'stim, tegirmonni sotmoqchi edim. Holati yaxshi. Mana bu odam kelib, narxni yerga urib tashlayapti. Do'stim, bitta odamni gapiga kirib tez qaror chiqarmayapti. Bozor surishtirdingizmi? Balki boshqa xaridorlar bordir. Bozorni ham bilmayman. Pulni tayyorla. Tegirmonni holati zo'r. Arzonroq olsak 2 barobar foyda qilamiz. Ha? Foyda zo'r bo'ladi. Bo'pti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling, Omajon aka, sizmisiz? Sachimasiz? Ana boyvachcha oldingizga keldimi? Ha, shunday ekan. Hushyor bo'lavering, sizni aldashmoqchi bo'lyapti. Nima bo'ldi endi o'ylab ko'rdingizmi? Avval tegirmonni yomonladingiz. Narxini pastga urmoqchi bo'ldingiz aka. Ha? Bir narsani unutdingiz aka. Men unutibman. Bu tegirmon aka shunchaki uskuna emas. Bu yerda bolalarning rizqi yotibdi. Qancha dehqonlarda duosi bor. Siz esa bir necha so'z bilan bu tegirmonni yerga urmoqchi bo'ldingiz aka. Nima degan? Bu? Men shunchaki savdo qildim-ku. Bilasizmi aka, boylik pul bilan emas, insonlarni bir-biriga ishonchi bilan o'lchanadi. Ishonchni yo'qotgan inson esa eng katta zarar ko'rguvchidir. Birodar, hammasini tushundim. Meni kechiring. Ko'zimni ochdingiz meni. Azizlar, yaxshi holatda turgan tegirmonimiz sotiladi. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu tegirmonimizni 30 million so'mga kelishib qo'ydik. Ushbu biznes haqida to'liq ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Qani ketdik.